Hop, kimda qanday fikri bor? Qayerdan uçsak bo'ladi? Qayerdan biriktirsak bo'ladi? Bittasi quchoqlashdan keyingisi oxirgi oxirida. Hop. Mana bu qismdan belgilab olsak. Endi keyingi qismdan belgilab olsak. Hop, nima bo'ladi endi? Mana bu qismlardan vazn chiqarsak bo'ladimi? To'g'rimi? Bundan chiqqan vaznlar mana bu OH-dagi mis bilan birikib nima qiladi? Suv, to'g'rimi? OH plus vodorod. Demak, 2 mol suv hosil bo'ladimi? 2 mol suv hosil bo'lsa, mana endi yozib qo'yishimiz kerak. Umumiy holatini. Hop, bundan nima ketdi? Vodorod ketdimi? Hop. Mana bu bittasini shunaqa qilib yozsam bo'ladimi? OH. Birinchi qismga umuman zarar yetmadi. Keyingi qismcha H. Endi buni ham OH deb yozsak bo'ladimi? Keyingi qismcha hop H. Demak, O, to'g'rimi? Vodorod chiqib ketdi. O'rtaga endi nimani qo'yamiz? Mis nima? Mana shu misni qo'yadigan bo'lsak, qaysi holat bo'ladi? Qayeri bilan oddiy bog', qaysi tomoni bilan donor akseptor bog'. Kislorodlar bilan donor akseptor bog'. Kislorod qaysi kislorodlar bilan? Mana Birinchi bilan. bulardanmi? Yo'q, ikki tarafdagi. Yondagilar bilan. Mana bu tomon oddiy valentlik bilan bog'lanadimi? Qolganlari, ya'ni tarkib bog'lar, donor akseptor bog'lanadi. Tushunarlimi? Xelatni oldik. Tushunarlimi? Qaytarayman, so'ranglar. Ustozdan OH-lar bor-ku, ularga ikkita bir xil tomondan bo'lmaydimi? Yo'q, mana shu holatda yozilishi kerak. Ikki tomon. Ustoz shu yerda hozir kislorodingiz necha oylik bo'ldi? Donor akseptor bog'langan. 3. 3 oylik bo'ldi. Nimaga mana yerda OH yozsak, yo'qdan OH bog'layapmiz, chiqib ketmadimi? Qaysi mana bu holatni aytyapsizmi? Qarama-qarshisi bilan chiqib ketmaydi. Boya ham e'tibor bergan bo'lsanglar, bu o'sha atomli. Ikki atomli bo'lgani uchun mana bu qismlari yo'q edimi? Shuning uchun ikki atomli osonroq chiqdi. Bunda mana mexanizm to'g'ri qarama-qarshisidagi bilan nimani hosil qilyapti? To'g'ridan-to'g'ri bog' hosil qilyapti. Ikkita qolgani bilan donor akseptor bog'ni hosil qilyapti. Mana qaranglar. Vodoroddan chiqib, orqasidan birikib suvni mana bu qismdagi vodorodni chekkaga surdik. Mana bu qismdagi vodorodni chekkaga surdik. Natijada mis bilan donor akseptorni birikma hosil qildi. Xelat. Mana yozuvlar keyingisini ko'ramiz.